Bugun men siz bilan ko'pchilikni bezovta qilayotgan juda muhim savolni ochiq va hisob-kitob bilan tahlil qilaman. To'lovlar reallikda qanchaga oshadi? Gap faqat tarif oshdi degan xabar haqida emas. Gap oy oxirida cho'ntagingizdan qancha ko'proq pul chiqishi, oilaviy byudjetga bu qanday ta'sir qilishi, kim ko'proq sezishi, kim esa unchalik katta farqni ko'rmasligi haqida ketmoqda. Bu ma'lumot hamma uchun muhim. Kvartirada yashaydiganlar uchun ham, hovlida yashaydiganlar uchun ham, nafaqaxo'rlar, yosh oilalar, ijarachilar, kichik biznes egalari uchun ham. Chunki elektr, gaz, suv, issiqlik chiqindi, internet yoki kommunal xizmatlar bo'yicha har qanday o'zgarish oxir-oqibat uy byudjetiga uradi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men shunchaki oshadi deb qo'ymayman, balki oddiy misollar bilan. Avval qancha to'lardingiz, endi qancha to'laysiz? Farq necha so'm bo'ladi? Qaysi holatda xavotir olish kerak, qaysi holatda esa vahimaga tushmaslik kerak? Barchasini tushuntirib beraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday amaliy hisob-kitoblar sizga pulingizni nazorat qilishga yordam beradi. Men birinchi navbatda bitta muhim narsani aytib olmoqchiman. Ko'pchilik tarif oshishini noto'g'ri tushunadi. Odamlar tarif 20% ga oshibdi degan gapni eshitadi-da, darrov demak mening umumiy xarajatim ham 20% ga oshadi deb o'ylaydi. Aslida har doim ham bunday emas. Chunki siz to'laydigan yakuniy summa faqat tarifga bog'liq emas. U iste'mol hajmiga, hisoblagich bor yo'qligiga, imtiyoz mavjudligiga, mavsumga, uyda nechta odam yashashiga va sizning odatlaringizga ham bog'liq. Masalan, elektr energiyasini olaylik. Agar oldin siz oyiga 200 kWh ishlatgan bo'lsangiz va tarif 1 kW uchun 300 so'm bo'lgan bo'lsa, to'lov 6000 so'm bo'lgan. Endi tarif 4000 so'm bo'lsa, xuddi shu 200 kW uchun 9000 so'm to'laysiz. Farq 4000 so'm. Bu yerda oshish aniq. 6000 dan 9000 ga chiqdi. Ya'ni aytgan foizga yaqin ko'proq to'lov. Lekin agar siz elektrni tejab iste'molni 200 kW dan 1.6 kW ga tushirsangiz, 1.6 ga dartaj exil so'mni ko'paytiramiz, 72000 so'm chiqadi. Ya'ni tarif oshgan bo'lsa ham amaldagi qo'shimcha yuk 12000 so'm atrofida bo'ladi. Demak, asosiy savol tarif qancha oshdi emas, sizning real iste'molingiz qancha? Gazda ham xuddi shunday. Hovlida yashaydigan oila qishda ko'proq gaz ishlatadi. Chunki uy isitiladi, suv isitiladi, ovqat qilinadi. Kvartirada markaziy isitish bo'lsa, gaz faqat ovqatga ishlatilishi mumkin. Shuning uchun bir xil tarif oshi bir oilaga 20000 so'm ta'sir qilsa, boshqa oilaga 2000 so'm ta'sir qilishi mumkin. Mana shu farqni tushunmasdan turib, hammaga bir xil qiyin bo'ladi yoki hech narsa bo'lmaydi deyish noto'g'ri. Oldin ko'pchilik kommunal to'lovlarni alohida emas, umumiy summa sifatida qabul qilardi. Masalan, har oy 500 ming atrofida kommunal to'layman deb yurardi. Lekin qaysi xizmat qancha, qaysi biri ko'proq oshyapti, qaysi birida tejash imkoniyati bor, buni aniq bilmasdi. Hozir esa vaziyat o'zgardi. To'lovlar sezilarli bo'lishi mumkin. Shuning uchun men har bir oilaga o'z kommunal xarajatlarini alohida jadval qilib yuritishni tavsiya qilaman. Asosiy qism 1. Nimalarni bilish kerak? Kim xavotir olishi kerak? Kim unchalik xavotir olmasligi mumkin? Keling, oddiy oilaviy misoldan boshlaymiz. Tasavvur qiling, 4 kishilik oila kvartirada yashaydi. Elektr uchun oldin oyga 7000 so'm, gaz uchun 20000 so'm, sovuq suv uchun 35000 so'm, issiq suv yoki isitish uchun mavsumga qarab 100000 so'mdan 2000 so'mgacha, chiqindi uchun 25000 so'm, internet uchun 100000 so'm to'lardi. O'rtacha oyda kommunal va bog'liq to'lovlar 30000 so'mdan 500000 so'mgacha bo'lishi mumkin. Endi tariflar va xizmat narxlari oshsa, real o'zgarishni hisoblaymiz. Elektr 70000 so'mdan 20000 so'mga chiqdi deylik. Farq 30000. Gaz 20000. Gaz 20000 dan 30000 ga chiqdi, farq 10000. Suv 35000 dan 20000 ga chiqdi, farq 15000. Isitish 10000 dan 2010 ga chiqdi, farq 60000. Chiqindi 25 35000 ga chiqdi, farq 10000. İnternet 1000 dan 20000 ga chiqdi, farq 20000. Jam qo'shimcha yuk 5000 so'm. Bu raqam bir qarashda juda katta tuyulmasligi mumkin. Lekin men ekspert sifatida shuni ta'kidlayman. Muammo faqat bir oyda emas. Agar har oy qo'shimcha 1.5000 so'm chiqsa, bir yilda bu 1.7 ko'tarming so'm bo'ladi.
Bu bir oilaning kiyim-kechak xarajati, bolalarning o'quv qurollari, davolanish xarajati yoki kichik ta'til puli bo'lishi mumkin. Shuning uchun atigi 120 ming deb qarash to'g'ri emas. Doim yillik ta'sirini ham hisoblash kerak. Endi ikkinchi misol, hovlida yashaydigan 5 kishilik oila. Bu oilada qishda gaz iste'moli juda yuqori bo'lishi mumkin. Oldin qish oylarida gaz uchun 400 million so'm to'lagan bo'lsa, tarif oshishi yoki iste'mol narxi qayta hisoblanishi natijasida to'lov 600 ming yoki 700 ming so'mga chiqishi mumkin. Elektr ham ko'proq ishlatiladi. Nasos, suv isitgich, muzlatgich, konditsioner, hovli yoritilishi. Ba'zan elektr pech yoki isitgich. Oldin 1,7 ming so'm elektr to'lagan bo'lsa, endi 20 ming so'm bo'lishi mumkin. Faqat gaz va elektrning o'zida qo'shimcha 27 ming so'm yoki undan ko'proq farq chiqadi. Agar bu oilaning umumiy daromadi oyiga 5 million so'm bo'lsa, qo'shimcha 300 ming so'm xarajat daromadining 6% degani. Agar daromad 3 million bo'lsa, bu 10% ga yaqin. Mana bu juda jiddiy farq. Chunki oila oziq-ovqatdan, doridan, bolalar xarajatdan qisishga majbur bo'lishi mumkin. Shuning uchun hovlida yashaydigan, ayniqsa qishda gaz bilan isitiladigan uylar egalari birinchi navbatda xavotir olishi va oldindan hisob-kitob qilishi kerak. Uchinchi misol, yolg'iz yashaydigan nafaqaxo'r. U kichik kvartirada yashaydi. Elektrni kam ishlatadi, gaz faqat ovqat uchun, suv ham kam. Oldin umumiy kommunal to'lovlari 2 ming so'm bo'lgan deylik. Oshishdan keyin 320 ming so'm bo'ldi. Farq 7 ming so'm. Kimdir bu katta emas deyishi mumkin. Lekin nafaqaxo'rning daromadi 1,2 yoki 1,5 million so'm bo'lsa, 70 ming so'm juda sezilarli. Bu bir haftalik non, choy, dorixona xarajati bo'lishi mumkin. Demak, to'lov oshishning og'irligi faqat summada emas, daromadga nisbatan ulushda bilinadi. 4-misol, ijarada yashayotgan yosh oila. Bu yerda alohida xavf bor. Uy egasi kommunal to'lov oshganini bahona qilib, ijarani ham oshirishi mumkin. Masalan, ijarasi 3 million so'm bo'lgan kvartira egasi kommunal qimmatlashdi. Men ham narxni 3 million qilaman deyishi mumkin. Aslida kommunal to'lovning real oshishi 1 ming so'm bo'lsa ham, ijara 300 ming so'mga oshishi ehtimoli bor. Shuning uchun ijarachilar alohida e'tiborli bo'lishi kerak. Ijara shartnomasida kommunal to'lov kimning zimmasida, qaysi xizmatlar ijara ichiga kiradi, qaysilari alohida to'lanadi, oldindan yozib qo'yilishi kerak. 5-misol, kichik biznes. Masalan, kichik novvoyxona, sartaroshxona, kafe yoki do'kon. Bu yerda elektr va gaz faqat uy xarajati emas, daromad olish vositasi. Novvoyxona elektr pech yoki gaz pech ishlatsa, tarif oshishi mahsulot tannarxiga ta'sir qiladi. Oldin bir kunda energiya xarajati 1 ming so'm bo'lgan bo'lsa, endi 7 ming so'm bo'lishi mumkin. Oyiga 25 ish kuni bo'lsa, qo'shimcha 20 ming so'm xarajat paydo bo'ladi. Tadbirkor bu pulni qayerdan oladi? Yo foydasidan qisadi, yo mahsulot narxini oshiradi. Natijada non, somsa xizmat, ovqat narxida ham bilvosita o'sish bo'lishi mumkin. Demak, kommunal to'lovlar o'sishi faqat kvitantsiyada emas, bozordagi narxlarda ham aks etadi. Kim ko'proq xavotir olishi kerak? Birinchidan, isitish tizimi gaz yoki elektrga kuchli bog'liq bo'lgan hovlilar. Ikkinchidan, uyda ko'p odam yashaydigan oilalar. Uchinchi, daromadi qat'iy va oshmaydiganlar, nafaqaxo'rlar, stipendiyaga yashaydigan talabalar, budjet xodimlari, 4-chi ijarachilar. 5-chi, energiya sarfi yuqori bo'lgan kichik biznes egalari. Kim unchalik xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning uyingiz yaxshi izolyatsiya qilingan bo'lsa, hisoblagichlar to'g'ri ishlasa, iste'molingiz past bo'lsa, daromadingiz barqaror bo'lsa va xarajatlaringizni nazorat qilsangiz oshish seziladi, lekin boshqarib bo'lmaydigan darajada bo'lmasligi mumkin. Masalan, 2 kishilik oila kichik kvartirada yasha, elektrni me'yorida ishlatsa, konditsioner va isitgichni haddan tashqari yoqmasa, suvni isrof qilmasa, ularning qo'shimcha xarajati 20 ming so'm atrofida bo'lishi mumkin. Bu ham pul, lekin oldindan rejalashtirilsa boshqarish mumkin. Endi eng muhim nuanslarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, hisoblagich ko'rsatkichlari. Ko'p odam tarif oshishidan oldin hisoblagich ko'rsatkichini vaqt topshirmaydi. Natijada keyingi oyda eski va yangi davr aralashib ketadi. Masalan, siz bir necha oy elektr ko'rsatkichini bermadingiz. Tizim o'rtacha hisoblab keldi yoki qarz yig'ilib qoldi. Tarif o'zgargandan keyin birdan katta summa chiqdi. Siz hammasi yangi tarifda hisoblanib ketdimi?
deb shubhalanasiz. Shuning uchun tarif o'zgarishi vaqtida eng muhim ish ko'rsatkichlarni sana bilan rasmga olib qo'yish va rasmiy kanallar orqali yuborish. Ikkinchi nozik jihat qarzdorlik. Agar sizda oldingi oylardan qarz bo'lsa, yangi to'lov bilan birga umumiy summa juda katta ko'rinadi. Odamlar ko'pincha kvitansiyani ko'rib, mana to'lov 2 barobar oshibdi deydi. Aslida ichida eski qarz, penya, qayta hisob-kitob yoki avvalgi davr qoldig'i bo'lishi mumkin. Shuning uchun kvitansiyada 3 ta narsani alohida ko'rish kerak. Joriy oy to'lov, oldingi qarz, qo'shimcha hisoblangan summa. Uchinchi nozik jihat mavsumiylik. Yozda elektr ko'payadi, chunki konditsioner ishlaydi. Qishda gaz yoki isitish ko'payadi. Agar siz iyul oyidagi elektr to'lovini aprel bilan solishtirsangiz, tarif oshishidan tashqari ob-havo omili ham bor. Xuddi shunday. Yanvar oyidagi gazni sentabr bilan solishtirish noto'g'ri. To'g'ri solishtirish uchun o'tgan yilning ayni oyiga qarash kerak. Masalan, 2023 yil dekabrda gazga qancha to'ladingiz, 2024 yil dekabrda qancha to'ladingiz. Ana shunda real oshish aniqroq ko'rinadi. 4-chi nozik jihat normativ va hisoblagich bo'yicha to'lov farqi. Agar hisoblagich bo'lmasa yoki nosoz bo'lsa, to'lov normativ asosida hisoblanishi mumkin. Bu ba'zan real iste'moldan ko'proq chiqadi. Masalan, 2 kishi yashaydigan uyda normativ to'lov 5 kishi yashaydigan uyga o'xshash bo'lib qolishi yoki ro'yxatda ortiqcha odam turgan bo'lishi mumkin. Natijada siz ishlatmagan xizmat uchun ham to'layotgandek bo'lasiz. Shuning uchun hisoblagichlar borligi, plombasi, tekshiruv muddati va bazadagi ma'lumotlar to'g'ri ekanini tekshirish kerak. 5-chi nozik jihat imtiyozlar. Ayrim toifadagi fuqarolar uchun kompensatsiya, subsidiya yoki imtiyoz bo'lishi mumkin. Lekin odamlarning ko'pi bu imkoniyatlardan foydalanmaydi. Chunki bilmaydi yoki hujjat yig'ishga erinadi. Men buni ko'p ko'rganman. Oila kam ta'minlangan, kommunal to'lovlar og'ir, lekin mahalla, ijtimoiy himoya yoki tegishli tashkilotlarga murojaat qilmagan. Natijada olish mumkin bo'lgan yengillik olinmaydi. 6-chi nozik jihat. Narx oshishi zanjir bo'lib keladi. Bugun siz elektr uchun teknos million so'm ko'proq to'laysiz. Ertaga novvoy elektr qimmatlashgani uchun nonni 500 so'mga oshiradi. Keyin kafe ovqat narxini ko'taradi. Keyin transport, xizmatlar, ta'mirlash ishlari ishlab chiqarilgan mahsulotlar narxiga ta'sir qiladi. Demak, uy byudjetini tuzishda faqat kommunal kvitansiyani emas, oziq-ovqat va xizmatlar narxidagi ehtimoliy o'zgarishni ham hisobga olish kerak. 7-chi nozik jihat kichik odatlar katta pulga aylanadi. Masalan, keraksiz chiroqni o'chirmaslik bir oyda katta pul bo'lmasligi mumkin. Lekin elektr choynakni kuniga 10 marta qaynatish, konditsionerni eshik deraza ochiq holda ishlatish, eski muzlatgich, nosoz gaz plitasi, tomdan issiqlik chiqishi, suv jo'mragining tomchilab turishi, bularning hammasi yig'ilib o'yiga erinmagan. Ba'zan 200 ming so'mgacha ortiqcha xarajat qilishi mumkin. Endi men sizga aniq reja beraman. Birinchi qadam, oxirgi 6 yoki 12 oylik kommunal to'lovlaringizni yig'ing. Buni bank ilovasidan, to'lov tizimidan, kommunal xizmat kabinetidan yoki qog'oz kvitansiyalardan ko'rishingiz mumkin. Har bir xizmatni alohida yozing. Elektr, gaz, suv, isitish, chiqindi, internet, domofon, lift, umumiy uy xarajatlari, yoniga oy nomini yozing. Shunda siz qaysi oyda nima ko'payishini ko'rasiz. Ikkinchi qadam, hisoblagich ko'rsatkichlarini tekshiring. Elektr, gaz, suv hisoblagichlarning hozirgi ko'rsatkichini rasmga oling. Rasmda sana ko'rinmasa ham telefonning o'zida sana saqlanadi. Lekin men alohida daftar yoki telefon qaydlarida ham yozib borishni maslahat beraman. Masalan, 1 fevral elektr 1250 kilovat, gaz 272 kub, suv 301 kub. Har oy bir xil sanada yozsangiz, iste'mol odatingiz aniq ko'rinadi. 3-chi qadam, eski tarif va yangi tarif bo'yicha o'zingiz hisoblang. Masalan, oyiga 1 texm kilovat elektr ishlatsangiz, eski tarifda qancha? Yangi tarifda qancha bo'lishini kalkulyator bilan hisoblang. Xuddi shunday gaz, suv bo'yicha ham. Bu sizga vahima emas, aniq raqam beradi. Men doim aytaman, aniq raqam bor joyda qo'rquv kamayadi, reja paydo bo'ladi. 4-chi qadam, uyda eng ko'p energiya yeyayotgan narsalarni aniqlang. Konditsioner, elektr isitgich, suv isitgich, eski muzlatgich, dazmol elektr pech, nasos kir yuvish mashinasi bular asosiy iste'molchilar. Masalan, konditsionerni o'limdagi darajaga emas, 24-26 darajaga qo'yish elektr sarfini sezilarli kamaytiradi. Elektr isitgichni doimiy ishlatish o'rniga uy izolyatsiyasini yaxshilash ba'zan bir mavsumda o'zini oqlaydi. Deraza rezinalarini almashtirish, eshik tirqishini yopish, radiator oldin to'sib qo'ymaslik,
qozon yoki kolonkaning sozligini tekshirish ham pulni tejaydi. 5-qadam, suv va gazda mayda nosozliklarni bartaraf qiling. Tomchilab turgan jo'mrak bir oyda juda ko'p suv yo'qotishi mumkin. Gaz plitasining alangasi sarib yonayotgan bo'lsa, bu ham samaradorlik pastligini bildirishi mumkin. Gaz uskunalarini o'zingiz kovlamang. Albatta mutaxassis chaqiring. Xavfsizlik bu yerda birinchi o'rinda turadi. 6-qadam, agar to'lov noto'g'ri ko'rinsa, darrov janjal qilishdan oldin hujjat bilan murojaat qiling. Sizga kerak bo'ladigan hujjatlar: pasport yoki ID karta nusxasi, uy hujjati yoki ijara shartnomasi, oxirgi kvitansiyalar, hisoblagich rasmi, agar bo'lsa oldingi murojaat javoblari. Murojaatda aniq yozing: qaysi manzil, qaysi shaxsiy hisob raqam, qaysi davr. Qanday summa bo'yicha e'tiroz, sizning hisobingizcha qancha bo'lishi kerak. To'lov juda ko'p chiqdi, tekshirib bering degandan ko'ra 2024 yil noyabr oyida elektr ko'rsatkichi 1024 dan 1220 gacha. Ya'ni 220 kilovat iste'mol qilingan, lekin kvitansiyada 120 kilovat ko'rsatilgan. Qayta hisob kitob so'rayman deb yozsangiz, murojaat kuchliroq bo'ladi. 7-qadam, ijarachilar shartnomani aniqlashtirsin. Uy egasi bilan og'zaki kelishuv yetarli emas. Kommunal to'lovlar kim tomonidan to'lanadi? Qarz bo'lsa kim javobgar? Hisoblagich ko'rsatkichi kirish kuni qancha edi? Hammasini yozma qayd qiling. Kvartiraga kirayotgan kuni elektr, gaz, suv ko'rsatkichlarini rasmga oling va uy egasiga yuboring. Bu keyin bos chiqishini kamaytiradi. 8-qadam, oilaviy byudjetda kommunal zaxira yarating. Masalan, yozda gaz kam bo'lsa, o tejab qolgan pulni butunlay sarflab yubormang. Qish oylariga zaxira qiling. Agar qishda gaz yoki isitish 300 ming so'mga ko'proq chiqishini bilsangiz, yozdan boshlab har oy bayramda 70 ming so'mdan ajratib boring. Bu psixologik jihatdan ham yengillik beradi. Chunki katta to'lov birdan urmaydi. 9-qadam, imtiyoz yoki yordam imkoniyatini tekshiring. Mahallaga, ijtimoiy himoya bo'limiga, tegishli kommunal tashkilotga murojaat qiling. Agar oilangiz kam ta'minlangan bo'lsa, nogironligi bor shaxs bo'lsa, o'quvchisini yo'qotgan oila bo'lsa yoki boshqa ijtimoiy toifaga kirsangiz, sizga qanday yengilliklar borligini so'rang. Kerak bo'ladigan hujjatlar odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat, oila tarkibi, daromad ma'lumotlari, kommunal to'lov kvitansiyalari va ariza bo'lishi mumkin. Har bir hududda tartib farq qilishi mumkin. Shuning uchun rasmiy manbadan aniqlashtirish kerak. 10-qadam, oila ichida iste'mol madaniyatini kelishib oling. Faqat ota yoki ona tejasa, qolganlar beparvo ishlatsa natija bo'lmaydi. Bolalarga ham oddiy qilib tushuntiring. Chiroqni o'chirish, suvni ochiq qoldirmaslik, konditsioner ishlaganda derazani yopish, telefon zaryadlovchini bekorga rozetkada qoldirmaslik, bular mayda narsa emas. Bu oilaning umumiy puli. Demak, to'lovlar reallikda qanchaga oshadi degan savolga bitta umumiy javob yo'q. Hammasi sizning iste'molingiz, uyingiz turi, hisoblaginchlaringiz holati, mavsum daromadingiz va odatlaringizga bog'liq. Kimdir oyga 1000 so'm qo'shimcha to'laydi. Kimdir birar ehiligin, hovlida yashaydigan yoki biznes yuritadiganlar esa bir necha 100 ming so'm, hatto undan ham ko'proq farqni ko'rish mumkin. Men sizga eng muhim fikrni qoldirmoqchiman. Tarif oshishini to'xtata olmasligingiz mumkin, lekin o'z iste'molingizni, hisob kitobingizni, hujjatlaringizni va byudjetingizni nazorat qila olasiz. Kim aniq hisob qilsa, o'sha kamroq zarar ko'radi. Kim faqat kvitansiya kelganda hayron bo'lsa, o'sha ko'proq qiynaladi. Sizda to'lovlar allaqachon oshdimi? Qaysi xizmat eng ko'p sezildi? Elektrmi, gazmi, suvmi yoki isitishmi? Kommentariyada yozing, birga solishtiramiz. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu mavzu faqat bugungi kun uchun emas, har bir oilaning pulni to'g'ri boshqarishi uchun juda muhim.